Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun challenjimiz 4-kun va 3 grammatikani hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bugun grammatikamiz ayo, oyo grammatikasi. Bu grammatika asosan hozirgi zamonda qo'llaniladi va fe'lga, sifatdoshga qo'shiladi va gapda harakat va holatni tasvirlashda ishlatiladi. Ya'ni hozirgi zamonda biror bir harakat va holatni tasvirlaganimizda ishlatamiz. Mana misolda ko'rishingiz mumkin. Chigim mo heyo. Hozir nima qilyapsiz? Xo'p. Bu gapda holat haqida savol berilmoqda. Ya'ni savol berganimizda ham ayo, oyodan foydalanishimiz mumkin. Ikkinchi gapda buni javobi ireyo, ishlayapman. Ya'ni holat tasvirlanmoqda. Unaqa qiyin grammatika emas o'rtoqlar. Qanday harakat va holatni tasvirlashda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun futbol o'ynayapman. Chukkurul heyo yoki bo'lmasam yonghwa payo, ya'ni kino ko'ryapman. Juda ham oson grammatika o'rtoqlar. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa bemalol direktdan yoki izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Rahmat.